Nexia 3 arzondan so'ragan azizlarimiz uchun oppoq svetdagi Nexia 3 yondamiz. 3-pakalina metallar bilan jihozlangan. Mashinani motor holati yomon emas. Mashina ko'p yurmagan ham, hozir ko'ramiz probegini. Minerva balonlar qo'yib qo'yilgan. Yo'lkali chiroyli balonlar yangi. Apshika holatlari. Polik chexol pul qo'yib tayyor qilib qo'yilgan deyilyapti. 56700 probegda ekan. Ko'rishimiz mumkin. Mashina avtomat korobkada. Metan balonchalari. Mashina holati yaxshi holatda. Tonirovka razreshenasi tugagan deyaptilar, olib qo'yamiz. Kapotini bir ikki qarsh joyga sepilgan, qolgan hamma joyi top-toza ko'rib olaverasizlar. Egalar shuni deyaptilar. Bu Nexia 3 avtomashinasini akalarimiz arzon izlaymiz kanalini obunachilari uchun arzon izlaymizdan keldim desangizlar 115 million so'mga berar ekanlar. 120 million so'm so'rayotgandilar, 115 million so'mga tortishib talashib savdo qilib qo'ydik. Kimga qiziq bo'lsa telefonlariga aloqaga chiqib bosamiz.